bitta yo'lni remont qilayotganda zo'r narsasi bor. Bitta polasa mana bekik, ko'prikda. Bu yerga svetofor qo'yadi. Ikkita manaqa mashina qo'yib beradi ikki tomonga. Hozir mana mashina naryadagi mashinalarni olib keldi. Endi hozir mana oldimizdagi biz olib o'tib berdi bu yerga. Almashishadi. U qaytib ketyapti nariga ham, bu yoqqa mashina olib kelgan. Mana svetofor qo'yib beradi. Bu yerdagi yonganda nari tomondagi qizil bo'ladi. Ular to'xtab turadi. Sababi mana bitta polasali bo'ladi, hali probka ham bo'lib ketmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Hozirgi yukimni tushirgani mashinaga dambaga olib kelibdi. Suv omborini hali suv tushirib chiqaradigan narsasi ekan. Mana suvni ochganda suv tushadi-yu, shunaqa narsa ekan. Olib kelgan narsa. Mana hozir mana ola qaranglar, to'xtadi. Endi hozir nariyadan mashinalar ketadi. Ular turgan mashinalar. Shunaqa u yerdan qatnaveradi. Hamma joyda ham emas, ko'p joylarda shunaqa qilishadi.